Men gazli suvman. Quymoq xamirida oddiy suv o'rniga meni qo'sh. Pufakchalarim quymoqlaringni juda yumshoq va shishgan qiladi. Men nonman. Agar sho'rva sho'r bo'lib ketsa, ichiga qalin bo'lagimni solib 10 daqiqa qaynat. Ortiqcha tuzni o'zimga shimib olaman. Men qulupnayman. Yashil bandimni kesib tashlash shart emas. U vitaminlarga boy. Smuti qilayotganda meni butunligimcha blenderga sol. Men muzlatilgan uzumman. Ichimlikka muz o'rniga meni sol. Ichimlikni sovitaman, lekin ta'amini suyultirmayman. Men qiymali sharman. Meni dumaloqlashdan oldin qo'lingni sovuq suv bilan hovulla. Shunda go'sht yopishmaydi va shaklim chiroyli chiqadi. Men grek yogurtiman. Smetana ishlatadigan joyingda meni ishlat. Ta'mim o'xshash, lekin oqsilim ko'proq va kaloriyam kamroq. Men saryog'man. Makaron qaynayotgan suvga bir qoshiq mendan qo'sh. Sous makaronga yaxshiroq yopishadi va ta'ami boyiydi. Men unman. Tovuq qanotchalarini pishirishdan oldin menga